Axırgi vaqtlarda Xorazm viloyatida do'konlarda kim olsam uylarda o'g'irlik holatlari va o'g'irlikqa tushish holatlari ko'p uchrashni boshlagan. Va aynan mana shu holatlarda fuqarolardan bizlarga ko'plab savollar keladi. Bizlar mana shu holatlarda nishab saqlansak bo'ladi, nishab eldan olsak bo'ladi degan savollar ko'p bizlarga kelar edi. Bugun esa aynan mana shu savollarga javob olish maqsadida qo'riqlash xizmatiga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Fuqarolar aynan mana shu o'g'irlik holatlardan nishab saqlansalar bo'ladi. Qisqacha tushuntirsak. Albatta, Farhod to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bugungi kunda jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Aynan ushbu hozir ta'kidlab o'tganimizdek, bugungi kunda yurtdoshlarimizning xonadonlarini, savdo obyektlarini qo'riqlash signalizatsiya vositalari o'rnatilib turibdi. Bu signalizatsiya vositalarini o'rnatishimizning asosiy maqsad ushbu hududlarda jamoat tartibini saqlash va shu bilan birgalikda o'g'irlik va boshqa turdagi huquqbuzarliklarni oldini olishdan iborat. Endi bu mos-tomonimizdan nima narsalar keladi? Qisqacha ko'rsatib o'tsak. Ushbu signalizatsiya vositalarining birinchisi harakat datchiki. Ya'ni ushbu datchik o'rnatilgandan keyin agar fuqaro xonadonda bo'ladimi yoki savdo obyektida bo'ladimi, kimdir begona odam girsa, ruxsatsiz girsa, darhol bizning qo'riqlash xizmatining monitoring markaziga xabar kelib tushadi. Tezkor harakatlanish guruh xodimlari ketadi. Bu hamma jamlanma vositalari himoya rusumli apparatlarimizga o'rnatiladi. Ya'ni shu himoya rusumli apparatimiz bizlarga signalni tashishga xizmat qiladi. Bu harakat datchiki deb aytib o'tdik. Bundan keyingisi ovozga ishlovchi datchik. Ya'ni masalan xonadonda yoki savdo obyektida hozirgi kunda ko'pchilik savdo obyektlarimiz oynalar kabi shishalar bilan qurilib turibdi-ku. Ushbu shishalarni sindirish natijasida ovozda ishlab turadigan signalizatsiya vositasi. Ya'ni ovoz bo'ladigan bo'lsa, siz bizlarga signal kelib tushadi. Sababi u vaqtda bizning signalizatsiya vositamiz qo'yilgan joyda kechda masalan fuqarolarimiz ketadi yoki uyda bo'ladimi yoki ketgan vaqtida qo'shib qo'ysa, bizning signalizatsiya vositalarimiz ishlab turadi. Bundan keyingisi yong'in xavfsizligi uchun o'rnatilgan datchiklarimiz ham bor. Ya'ni shu tutun bo'ladigan bo'lsa, yong'in bo'ladigan bo'lsa, undan bizlarga signal kelib tushadi. Va bundan keyingi asosiy signalizatsiya vositamiz bu tashvish tugmalari. Bugungi kunda ko'plab fuqarolarimiz shu tashvish tugmasining samarasidan hozir ijobiy fikrlarni bildirib turibdilar. Sababi shundaki, bu tashvish tugmaning asosiy vazifasi fuqarolarimizga har qanday turdagi yordamni ko'rsatish. Ya'ni sog'ligi yomonlashib qoladimi yoki uy eshigining oldida biror bir janjalli vaziyat bo'ladimi yoki biror bir masalan o'zlari yashaydigan fuqarolarimiz bor. Bir o'zi yashaydigan fuqarolarimiz yoki yosh keksa fuqarolarimiz uyda qoladi bir o'zi. Shunday vaziyatlardan kimdir bezovta etadigan bo'lsa, shu tashvish tugmani bosadi, zudlik bilan bizning tezkor harakatlanish guruh xodimlarimiz yetib boradi. Demak, qisqacha qolgan bo'lsak, nafaqat oddiy fuqarolarimiz, tadbirkorlarimiz hammasi aynan mana shu sinov xizmatlaridan foydalangan bo'lsa, o'sha nafaqat o'g'irlik, balki boshqa bir ko'ngil holatlarni ham eldan olsa mumkin bo'ladi. Albatta. Agarda ushbu xizmatlardan foydalanish istagi paydo bo'lsa, nega murojaat qilsa kerak bo'ladi? Ushbu qo'riqlash signalizatsiya vositalarini uylarına yoki savdo obyektlarına yoki boshqa turdagi joylarga o'rnatishni xohlovchi fuqarolarimiz 1131 qisqa raqam orqali bog'lanib ma'lumot berishlari mumkin. Ya'ni 1131 qisqa raqamdan telefon qilsalar, bizning mas'ul xodimlarimizning o'zlari borib turib shu hududda o'zlari shu qo'riqlash signalizatsiya vositalarini o'rnatadi. Ya'ni shartnoma asosida pulli xizmat ko'rsatiladi. Va shu bilan birgalikda 1131 qisqa raqamdan telefon qilib turib, shu qo'riqlash faoliyati bo'yicha barcha savollarga ham javob olishlari mumkin. 24/7 rejimida bizning xodimlarimiz dispetcher markazi o'z faoliyatini olib boradi. Ma'lumot uchun katta rahmat. Barcha fuqarolarimiz va tadbirkorlarimiz aynan mana shu qo'riqlash xizmatlaridan foydalangan holda o'zlarini xavfsiz his qilib, hayotlarini farovon kechirishlarini tilab qolamiz.